Bugun 25-dekabr, Polshada, ya'ni Yevropada Merry Christmas bayrami. Christmas bayrami. Xo'p, bugun bizada YouTube vlog, qiziqarli YouTube vlog bo'lishiga harakat qilamiz. Bugungi vlogimizda nimalar ko'rishinglar haqida qisqacha aytib beraman. Bugungi vlogimizda biz boramiz, ofisga boramiz. Ofisdan chiqib, birinchi telefon olishga borishimiz kerak. Telefonim sinib ketdi degan video qo'ydim. Telefonim juda ham charchab qoldi, kameralari ham уже sezonman, Instagramda ham story qo'yganimda ham hammasi xira, o'shaning uchun almashtirish. Nech pul olib keldi bu telefon senga? Nech pulga olgansan? Shuni ham aytib o't. Bu telefonni 2 yil oldin oldim. Instagram qilish uchun oldim. Bundan oldin bilasan, singan 5S tutardim 2 yil oldin. O'sha iPhone o'sha payt 16 ham bor edi, 16 Pro Max bor edi. Pulim 13 Pro ga yetgan edi. 13 Pro oldim va kelishlatdim. Instagram uchun olgan edim. Instagramda 7,5 mingta odam yig'ib oldim mana shu telefon bilan. Bu telefon juda ham ko'p pul ishlab berdi menga. Xo'p, endi 17 ga pulim yo'q. 16 Pro Max olish уже 15 Pro Max olish bilan bir xil, unchalik razniya sezmadim. O'shaning uchun pul tejagan holatda 15 Pro Max olaman. Maqsadim faqat o'sha kamerasi yaxshiroq bo'lishi bunga nisbatan. Xo'p, nima deysan, brat? Bugun zalda ishlaydimi? Bugun bayram hisobiga menimcha zalda ishlamasa kerak. Xo'p, bugun hozir birinchi telefon olamiz. Telefonni olib ofisga o'tamiz va ofisda sizlarga aytaman men Polsha haqida yoki Yevropaga qanaqa kelish haqida, arzon kelish haqida ofisga borganda gaplashamiz. U yoqdan chiqib, bugun Christmas, o'sha bayram shukuhi bo'ladi. Chiroyli joylarga borishga harakat qilamiz. Undan tashqari Christmas bayramini bilmaganlar uchun o'zi Yevropa davlatlarida, Amerikalarda, xullas O'zbekistondan boshqa davlatlarda Yangi yildan ham ko'ra muhimroq bayram hisoblanadi, kattaroq o'tkazishadi. Bizga unchalik qiziq yo'q, lekin ekran orqali hozirgi videoda sizlarga o'sha vibe yetkazib berishga harakat qilamiz. Xullas bugun juda ham qiziq kun bo'ladi va informatsiyalarga boy bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rgan odamlar Yevropaga kelish haqida ham ancha-muncha tushunchaga ega bo'lishadi va arzonga kelishni ham aytib o'taman. Shunaqa. Bunaqada ketamiz, sekin, to'g'rimi? Xo'p, bo'lmasa bizning poyezdimiz nechida bor ekan? Biza Polshaning poytaxti Varshavadan 30 kilometr uzoqda turamiz. Bitta poyezdda 20 minutda boramiz. Hozir biz onlayn poyezd nechida yurishini ko'ramiz. Poyezd 42 da bor ekan, hozir 17 bo'ldi. Yugursak bo'ladi. Yuguramizmi? Ha. Davay bo'lmasa. Mana poyezdga ham chiqdik. Telefigini ichmisam yo'q. Yomon sovuq bo'lyapti boru. Pagodamiz -6. Tashqarida quyosh chiqib turibdi, lekin qo'llarni chaqib tashlayapti. Xo'p, biz hozir Varshavaga ketyapmiz. Shu planimiz bo'yicha birinchi qiladigan ishimiz telefon olish. Keyin ofisga o'tamiz. 25 minut jesteśmy w Warszawie. Necha kilometr? 30 kilometr, 35 kilometr. Xo'p, telefonimizni almashtirdik, 15 Pro Max oldik. Mana bu DJI unaqasi tushib qolibdi. Xo'p, endi qiladigan ishimiz ofisga ketyapmizmi? Endi Instagramdagi videolarim sal tiniqroq bo'ladi. Oxirgi payt vobshe shuykalib ketyapti. Bitta muammoni yechdik, endi ketdik, yo'lga chiqamiz. Nimani? Qolganlarini hal qilish. Bu Wall Street, Polshadagi. Wolf Marshalkowska. Ofisga keldi, hozir ukam ichkarida ekan. Pastga tushib ochish kerak. O'zi shanba, yakshanba shunaqa bayram kunlari ishlamaydi. Agar bu ofisdan abonementinglar bo'lsa, 24 ga 7 xohlasanglar 250. Diyorga salom deb qo'ymaysan podpischiklariga.
o'rta anaqa qilish kerak. Sochini bori, britvada olish kerak. Yaltirasa, Operativ taomni такой. boyakalaga o'xshab qolasan. Hatto oyoqdan yo'q. Ko'rgan odam sizga bir Porsche bor deb o'ylaydi. Qizil Ferrarisi. O'zi otash ekan qalban boy. Boy bo'lish uchun ko'p pul kerak emas, to'g'ri mindset kerak. Oppa. Mindset bu nima? Fikrlashmidi? Syomka jarayonlari ham mana shunaqa такой aqlli bo'ladi. Bu kuxnya, Wall Street kuxnyasi, такой bunaqa kuxnyalar. Qo'yli odamlar такой. Bizning vlog har doim qiziq bo'ladi, chunki bizda operator ham bor-da. Nima bu? Hamburger. Aha. Anaqa. O'zing pishirganmisan bu burgerni? O'z qo'llarim bilan ozgina bu anavi qopda taku sermer jinni chiqqan yeb ko'rib o'zingiz baho berasiz. Sen buni nimada qilding, anaqa kotletini? Anaqada, skorotkada. Halolmi, cho'chqa emasmi? Yo'q, anaqa guruch tam piyoda kartoshkani qanaqaday tovuq. Anaqa katta This pichoq. is house food. Katta pichoq. Joyni istalgan ekan. 4 kishilik KFC Aha. 65 dollar. Вообще четкий. Skitkasi bilan, Skitkasi olib kelib berishi bilan. Da. O'shani aytamiz. Nima deydi? Gamani chiqib ekan. Qichig'i va shu anaqa salatlarni ham, sousni ham 4 xil narsa qo'shgan. Xo'p, hozir biz ofisga keldik. Bu yerda asosan oxirgi payt ishlayotgan ishimiz bu Yevropaga arzonga kelish, tekinga kelish yoki bo'lmasam o'rtada vositachisiz ish beruvchi va siz o'rtangizda muloqot qilib, hech qanaqa sun'iy narx to'lamasdan hech kimga juda ham arzonga Yevropa davlatiga kelishinglarga darslik tayyorlayapmiz. Hozir Otabek bilan bunga juda ham ko'p vaqt ketyapti, chunki hamma narsani xarita qilib ko'rsatib beramiz va o'sha xarita orqali Yevropa davlatiga kerak bo'lsa tekinga yetib kelishinglar mumkin. O'sha darslik ustida hozir ancha paytdan beri ishlayapmiz. O'zi eng ko'p mana shu kelmoqchi bo'lib yurgan odamlar nimaga kelishga qaror qila olmayapti. Chunki ularga katta narx aytib yuborilyapti-da. Приглашение u yoq bu yoq odamlar просто tushunmagani sababli ham pul to'layapti, ularga chopilib ketyapti. Просто protsess tushunishmayapti. Bu san qilayotgan darslik real odamlarga anaqa yordam beradi. Ular хотя бы protsess tushunib olishadi-da. Agarda отказ olsa ham alam qilmaydi-da. Misol Polshaga kimdir viza qilsa-da, отказ olib qolsa 2,5 dollar puli kuydi-da. Bu darslikni olgan odam отказ olgandan keyin yana topshira oladi va hech qanaqa pul yo'qotmaydi-da. Real odam o'zi biladi nima qilish kerakligini, qanaqa qilish kerakligini. Masalan, kurs deganda bu real faqat soqqa qilish uchun qilmayapsan-da bu narsani. Bu real odamlarga foyda beradigan narsa. Odamlar hatto tushunib oladi shu narsani, bilib oladi. Masalan, o'zini yaqinlari nechta kelgan odam o'zini yaqinlarini tortishga harakat qiladi bu yoqqa ishlashga. Yaqinlarini tortish uchun ham yana 2,5-3 ming dollar pul ketkazadi-da. Agar bu darslikni o'qib chiqqan odam qarindosh urug'i bilan o'zi hammasini dokumentini qilib bera oladigan darajada bo'ladi. O'shaning uchun juda ham ko'p charchatyapti, ko'p vaqt olyapti. Bu narsa ustida 3 haftadan beri ishlayapmiz. Xudo xolasa yil oxirida bitishiga gol qo'yganmiz, maqsad qo'yganmiz. Xudo xolasa yil oxirida bitiramiz. Diyorimizda soat 15:04 bo'ldi. Endi biz ishlashni boshlaymiz. Bizda kommentlar ko'p. Nima komment berishyapti? Faqat negativ. Nega? Nima bor bu yerda negativlik? Meni yotganim yoqmayapti odamlarga. Tursan ham yoqmaysan, yotsan ham yoqmaysan odamlarga. Kechqurungi soat 8 bo'ldi. Yevropaga tekinga yoki arzonga kelish darsligini ustida ishladik. Endi hozir va'da bo'yicha Starigordga o'tishimiz kerak edi. O'rta operator ko'cha lekin -8 qaqshatyapti. Nima qilamiz? O'tamizmi yo'qmi? O'tish kerak. Va'daga va'da. Mayli. Va'daga muvofiq bo'lmasa Starigordga yo'l olamiz.
Bu yo'l o'zi glavniy yo'l, mashina, avtobuslar yuradigan yo'l edi, lekin mana bayram bo'lganiga yo'lni ham ochib qo'yishibdi. Varshavani Stariy Gorod shaharimi, ko'chasimi? Tipa Toshkentdagi skver desa ham bo'ladi. Da, xuddi shunaqa. Da. Yo'q, o'ynaydi hozir. Mana haqiqiy Rojdestvo bayrami vibe'iga kirib kelyapmiz. Namo. O'qiydi bugun. Hoppa. Baby, don't hurt me, don't hurt me no more. Aka, siz Giyopikaga o'xshirkansiz. Miyagiga o'xshirkansiz. Da. Xo'p, biz mana Otash bilan vlogda keskin burilish qilishga qaror qildik. Olchali vino ichishga keldik. Bu yoqda olchali vinoni issiq qilib berishadi. Bilasizlar, vino o'zi uzumdan qilinadi, lekin bu yoqda olchadan qilingan tabiiy issiq vino. Hozir Otash bilan proba qilib ko'ramiz. Karta tak. Nie, dziękuję. To jest dla małego, tak? Issiq qilingan. Qaranglar buni. 30 yillik ekan. Dziękuję mi. Kofega o'xshab issiq qilib berishdi. Olib ko'ramiz. Bu bizani xotiradi. Kompotga o'xshayapti. Oyim qilgan issiq olchali kompotda Alkogoli bor. lekin alkogoli bor. Gradus точно bor. Oyim bilmasliklari uchun to'g'rilaverdi. Ichida nimadirlar suzib yuribdimi? Ichida olcha bor. Buni oxirida yesang bo'ladi. Haqiqiy tabiiy olcha. Tagida qoladi. Da, olchani oxirida yuboriladi. Xuddi kompotda o'zi ekan lekin. Mana vlogimiz ham o'zining nihoyasiga yetdi. Endi uyga qaytamiz. U yoq qiziq emas. Poyezdga o'tirib tinchgina uyga qaytamiz. Xo'p. Videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, menimcha qiziqarli bo'ldi deb o'ylayman. Polshani, vibe'ini his qilishingizga harakat qildim. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, like so'ramasam bo'lmaydi, chunki YouTube algoritmi shunaqa ishlaydi. Like bosgan yoki kommentariy ko'p bo'lgan videolar ko'proq ko'riladi. Xullas, Instagram linkidan o'tib oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, juda ham xursandman. Vaqtingizga rozi bo'linglar. Vlog qanaqa o'tgani haqida fikringizni kommentariyada kutaman. Bu juda ham katta motivatsiya beradi. Salomat bo'linglar. Kelayotgan yangiliklarni yaxshi o'tkazinglar. Yangi yil omadli bo'lsin hammamizga.